Vorutga xush kelibsiz. Bu platforma bitta kuchli e'tiqod asosida qurilgan, tasdiqlangan haqiqat orqali boylik yaratish. Ishonch tobora qimmatli bo'lib borayotgan raqamli dunyoda shaffoflik, texnologiya va hamjamiyat birga ishlaydigan ekotizim yaratmoqda. Bizning vazifamiz oddiy: ishonch bilan baholang, chin yurakdan sharaflang, birga yuksaling. Raqamli ishonch kelajagiga xush kelibsiz. Har bir global orzuning boshlanishi bo'ladi. Vorut Rossiyada tugilgan ilmiy yutuqlar, innovatsiya va ilg'or texnologiyalar madaniyatidan ilhomlangan. Bugun bu orzu sun'iy intellekt, blockchain va markazlashmagan moliya orqali butun dunyoga yoyilmoqda. Chunki kelajak taxminlarga emas, tasdiqlangan haqiqatga quriladi. Har bir buyuk ekotizim ortida buyuk jamoa turadi. Vorutni texnologiya, marketing, global kengayish va blockchain rivojlanishida tajribali mutaxassislar boshqaradi. Ular birgalikda uzoq muddatli innovatsiya, barqaror o'sish va global ta'sirga yo'naltirilgan shaffof ekotizim yaratmoqda. Nega? Chunki hammasi uchta kuchli ustunga qurilgan: ishonch, texnologiya, hamjamiyat. Aqlli shartnomalar har bir jarayonni avtomatlashtiradi. Blockchain to'liq shaffoflikni ta'minlaydi, hamjamiyat ishtiroki esa ekotizim kelajagini belgilaydi. Sun'iy intellektni markazlashmagan moliya bilan birlashtirib, aqlli raqamli iqtisodiyot yaratadi. Avtomatlashtirish va xavfsizlikni oshiradi. DeFi esa ortiqcha vositachilarni yo'q qiladi. Natijada tezroq, samaraliroq va hamjamiyat tomonidan boshqariladigan moliyaviy ekotizim yuzaga keladi. BIM Smart Chain asosida qurilgan tezkor tranzaksiyalar, past to'lovlar, korporativ darajadagi xavfsizlik va global miqyosda kengayish imkonini beradi. Har bir tranzaksiya shaffof. Har bir yozuv o'zgarmas bo'lib, uzoq muddatli o'sish va global qabul qilish uchun mo'ljallangan ekotizimni yaratadi. Tizimining asosiy poydevori: 3 ta muhim texnik ustunga barpo etilgan. Ular xavfsiz aqlli shartnomalar, yuqori tezlikdagi kengayuvchanlik hamda zanjirlararo o'zaro ishlash qobiliyatidir. Ular birgalikda to'liq xavfsiz, ishonchli va markazlashmagan moliya tizimining kelajagiga tayyor bo'lgan mustahkam infratuzilmani yaratadi. Asoslari 3 ta texnik ustunga qurilgan: xavfsiz aqlli shartnomalar, yuqori tezlikdagi kengayuvchanlik va zanjirlararo o'zaro ishlash. Ular birgalikda xavfsiz, ishonchli va markazlashmagan moliyaning kelajagiga tayyor infratuzilmani yaratadi. Ekotizimining markazida tokeni joylashgan. BIP20 standarti asosida BIM Smart Chain'da yaratilgan tokeni tezkor tranzaksiyalar, past komissiyalar va global kirish imkoniyatini taqdim etadi. Umumiy ta'minoti 21 million token bo'lib, rejalashtirilgan listing narxi $10. Token butun ekotizimni harakatga keltirish uchun yaratilgan. Kuchli ekotizim kuchli tokenomikadan boshlanadi. Tokenining umumiy ta'minoti 21 million bo'lib, ular uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash uchun strategik tarzda taqsimlangan. Tokenlarning 40% ommaviy staking uchun, yana 40% esa gazni hamyoniga ajratilgan. Qolgan qismi esa asoschilar, rivojlanish, marketing, investorlar va jamoat tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan. Har bir taqsimotning o'z maqsadi bor: barqaror qiymat yaratish. Dastlabki ishtirokchilar uchun eng katta afzalliklardan biri bu listingdan oldingi staking dasturidir. Staking safaringiz tokeni uchun atigi $1 dan boshlanadi. Ko'proq tokenlar stake qilinishi bilan staking narxi oldindan belgilangan bosqichlar orqali avtomatik ravishda oshadi va erta qo'shilganlarni rag'batlantiradi. Ommaviy staking uchun ajratilgan limit to'liq to'ldirilgach, tokeni birja listingida $10 narxini maqsad qiladi. Dastlabki ishtirok uzoq muddatli imkoniyat yaratadi. Ning yo'li aniq 5 yillik yo'l xaritasi asosida boshqariladi. Protokolni ishga tushirish va tokenni chiqarishdan boshlanib, DAO boshqaruvi va strategik hamkorliklar orqali kengayadi. Blockchain yangilanishlari va birja listinglariga intiladi va nihoyat ishonch, innovatsiya va real hayotdagi foyda asosida global miqyosda tan olingan ekotizimga aylanadi. Har bir yil uzoq muddatli maqsadiga bir qadam yaqinlashtiradi. Texnologiya platformani yaratadi, lekin o'sishni hamjamiyat ta'minlaydi. Shu sababli ishtirok, yetakchilik, jamoaviy ish va uzoq muddatli sadoqatni rag'batlantiradigan hamjamiyatga asoslangan biznes rejasini ishlab chiqqan. Chunki hamjamiyat o'sganda hamma o'sadi. Har bir a'zo uchun bir nechta daromad imkoniyatini yaratadigan 6 ta kuchli mukofot mexanizmini taklif qiladi. Opinion, avtomatlashtirilgan o'sish uchun mukofot.
Referral mukofoti hamjamiyatni kengaytirish uchun. Rank va retainer yetakchilik uchun mukofotlar. Revenue uzoq muddatli biznes natijalari uchun mukofot. Va Upline mukofoti muvaffaqiyatli yetakchilarni rivojlantirish uchun. Bu mukofotlar birgalikda uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun mo'ljallangan barqaror biznes modelini yaratadi. Keling, Ho ekotizimidagi eng hayajonli passiv daromad imkoniyatlaridan biri Opinion mukofotidan boshlaymiz. Mos aktivlar har on 2 soatda avtomat murakkab foiz tizimi orqali 5.5% gacha daromad keltirishi mumkin. Bu mukofotlaringiz doimiy reinvestitsiya qilinishini va aktivlaringiz vaqt o'tishi bilan o'sishini anglatadi. Bu boylik yaratish uchun avtomatlashtirilgan yondashuvdir. Hamjamiyat o'sishi referral mukofoti bilan rag'batlantiriladi. Har bir malakali to'g'ridan-to'g'ri taklif sizga darhol 5% mukofot olib keladi. Tarmogingiz qanchalik kuchli bo'lsa, daromad olish imkoniyatingiz shunchalik katta bo'ladi. Bu birga o'sish va global hamjamiyat qurishning oddiy va kuchli usuli. Harvardda liderlik eng katta o'sish imkoniyatlaridan biridir. Sizning sayohatingiz R1dan boshlanadi. Bu yerda kichik, lekin faol jamoa tuzish birinchi daraja bonusi va takroriy retainer bonusini ochadi. Siz R2dan R11 gacha harakat qilganingiz sari har bir yangi daraja sizning liderligingiz va hamjamiyatga qo'shgan hissangizni e'tirof etib, ancha yuqori mukofotlar olib keladi. Daraja bonuslari sizning yutuqlaringizni nishonlaydi. Retainer bonuslari esa liderlik pozitsiyangizni saqlab turishga undab, barqarorlik uchun mukofot beradi. Qancha ko'p liderlar yetishtirsangiz, tashkilotingiz shunchalik kuchli bo'ladi va uzoq muddatli daromad imkoniyatingiz oshadi. Revenue Reward program kuchli va barqaror tashkilotlar quradigan liderlar uchun mo'ljallangan. Matching biznesingiz $25,000, $100,000, $300,000 va $600,000 ga yetganida, siz turli darajadagi daromad mukofotlariga ega bo'lish huquqiga ega bo'lasiz. Bu mukofotlar barcha malakali ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi va keyingi oy davomida har kuni hisobingizga o'tkaziladi. Bu uzoq muddatli biznes o'sishi va liderlikni rag'batlantiradigan, natijaga asoslangan daromad modeli. Shuningdek, boshqalarga muvaffaqiyatga erishishda yordam bergan liderlarni Upline Reward program orqali ham mukofotlaydi. Siz shaxsan yangi bir liderlarni rivojlantirganingizda 5 tagacha yuqori Uplinedan qo'shimcha daromad olish imkoniyatini ochasiz. Bu noyob mukofot tizimi murabbiylik, jamoaviy ish va liderlik rivojlanishini rag'batlantiradi. Hamma uchun kuchli va muvaffaqiyatli hamjamiyat yaratadi. Muvaffaqiyatli ekotizim ochiqlik va barqarorlikka asoslanadi. Raqo kapitalni yechib olish, rejalashtirilgan daromadlarni yechib olish va xavfsiz tranzaksiya jarayonlari uchun aniq siyosatlarni taqdim etadi. Har bir qoida ekotizimni himoya qilish, adolatni ta'minlash va har bir a'zo uchun uzoq muddatli barqarorlikni qo'llab-quvvatlash uchun ishlab chiqilgan. Har qanday katta imkoniyat bir orzudan boshlanadi. Harvard bu oddiy blockchain ekotizmi emas. Bu haqiqat, texnologiya va ishonchga asoslangan global hamjamiyat. Sun'iy intellekt, blockchain va markazlashmagan moliya kelajagiga qadam qo'yar ekanmiz. Ertangi imkoniyatlar bugun yaratilmoqda. Yagona savol, siz bu safarning bir qismi bo'lasizmi? Orzuga qo'shiling. O'z tarmogingizni yarating. O'z merosingizni yarating. Harvard. Baholang. Fikringizni bildiring. Yuksaling.